Hurmatli obunachilar, sizlar uchun juda ham yaxshi yangiliklar olib keldik. 17 Pro Max Lux Copy Android variantida ishlaydi. Xotiralari 1 terabit, o'zimga yoqqani, turk xil, eng chiroyli rang. Hozir sizlarga buni 5 million reklama qilsam 5 millionga olasizlar, to'g'rimi? Menga ishonuvchilar. Lekin biz buni 2 million so'm qilib qo'ydik. Eng qiziq tarafi, ko'pchilik joydan 17 Pro Max olsanglar, chexol tushmaydi. Bizga original telefonlarning ham chexoli birga bir tushadi. Nima deyapti bu? Ranglarini qarang. Shu telefon olmasligingiz mumkinmi? Yoqasiz, tirs ishlaydi, tamom. Mana eng chiroyli rang. Sonlari 3 tadan olib keldim. Boshlanishiga agar yaxshi ketsa, natija bersa yana olib kelamiz. Undan tashqari narxlari ko'tarilgan telefonlarni biz eski narxda olib keldik. Shu narsaga ham e'tibor berasizlar. Oddiy mana shu telefonlarimizga $16 narx qo'shildi. Biz eski narxda 2 million so'm, hozir 2 million 200, 2 million 300 bo'lib ketdi. Arzonchi modellarimiz. Bundan tashqari 17 Air Mini, 17 Pro Mini'lardan olib keldik. Bundan tashqari juda ham ko'p yangiliklar olib keldik mana. Bomba assortiment. Juda ham ko'p. Avtoholderlari biz bilan bizning stiklolarimiz keldi. Undan tashqari ertaga har bitta olib kelgan narsamiz bilan yana sizlarni tanishtiramiz. Omad hammaga.